Assalomu alaykum. Bugun men sizlarga bizaga yangi kelgan kletchatkalar haqida yaxshiroq, ko'proq va tafsilroq ma'lumot bermoqchiman. Bu kletchatkalar Rossiya mahsuloti, sibirskiy kletchatka hisoblanadi. Bizani O'zbekistonga, ya'ni Toshkentga, O'zbekistonga endi kirib kelyapti, hali yangilik. Lekin bu kletchatkalar eko produkt hisoblanganligi uchun Rossiyada, Qozog'istonda o'zi juda ham keng foydalanishadi. Agar sizlarga yana ham ko'proq ruscha ma'lumotlar, ruschaga yaxshi aniq bo'lsa, ma'lumotlar kerak bo'lsa, Google ga sibirskiy kletchatka deb yozsanglar, mana shu kletchatkalar haqida juda ham ko'p ma'lumot kirib kelgan. Rossiyada va Qozog'istonda bor. Xo'p, bizaga endi kirib keldi. Bu nima? Bu qo'shimcha ozuqa, ya'ni kletchatka. Bizni organizmimizda agar ichaklarimiz yaxshi ishlamasa, bizaga kletchatka yaxshi yetarli bo'lmasa, nima vitamin, mineral, nima lecheniya qilishimizdan qat'iy nazar hech narsani biz foydasini ola olmaymiz. Biror bir vitamin ichishdan oldin ham avvalambor ichaklarni davolash kerak. Agar ichaklar zo'r ishlamasa, ichaklar zo'r sog'lom vitaminlarni o'ziga, asosan hamma vitaminlar ichakda so'riladi. Ichakda bizani temirimiz alohida temirga ketadi, kalsiy alohida ketadi, D3 ketadi. Nima vitamin ichsak, kollagen so'rilishi kerak, qon ko'paytiradigan dorilar so'riladi. Hammasi faqat ichaklarda so'riladi. O'shaning uchun nimadir vitamin olib, foydalanib, sog'lig'ingizga yordam bermoqchi bo'lsanglar, birinchi o'rinda ichaklarni davolab, agar unda vaspaleniya bo'lsa, birinchi o'rinda davolanadi, ikkinchi o'rinda ichaklar tozalanadi. Agar qurtlarga dorilarni ichirmoqchi bo'lsanglar ham, doktorlar ham yozib beradi. Bolalarga ham qurt dorilar yozib beradi. Qurtlarga qarshi birinchi o'rinda ichaklarni tozalab olinglar deb aytiladi. Keyin bizani ratsionda salat qilib yeyish bizga ko'proq urf bo'lgan. U salatlarning hech qaysida kletchatka yo'q. Asosan kletchatka nimalarda bor? Bug'doy uni, kepakda, psiliumda bor kletchatka, zig'irda bor, chiyada bor, olmani po'choqlarida bor va yana mana bitta olmada, yagidalarda bor. Keyin mana bitta yana boshqa nimalar bor, mana hamma kletchatka bor mahsulotlar yig'ilgan bu joyda. O'shaning uchun siz o'zingiz tabiiy usulda kletchatka olishingiz uchun bir dunyo kletchatkani olib yeyishingizga to'g'ri keladi. Uni yeyishi eng oson usuli mana shu tayyorgina bo'lgan kletchatkani ertalab mana bitta qanaqa ichilishi ham aytilgan. Ertalab shunda olasiz, 2 qoshiqni suvga shunda qo'shasiz. Ovqatlanishdan oldin, zavtrakdan oldin yoki kechki ovqatingizdan oldin yoki yotishdan oldin qatiqqami, kefirgami, qanaqa nima ichimlik bo'lsa farqi yo'q. Nima deydi? Kompotlarga ham qo'shish mumkin yoki oddiy suvga ham qo'shib ichishingiz mumkin. Men bunisi здоровый кишечник deyiladi. Bu ichaklarni zo'r tozalab beradi. Ichaklarni boshidan oxirigacha, misol uchun ich qotadigan odam juda ham yaxshi biladi. Ich qotish juda ham katta global muammo hisoblanadi. O'shanaqa odamlar 100% ertalab yeydigan ratsioniga kletchatka qo'shish kerak. Tabiiy kletchatkalarni agar organizmingiz olishi uchun juda ko'p miqdorda narsa yeyishingizga to'g'ri keladi. Undan ko'ra mana shu tayyorgina bo'lgan ozuqa mahsulotini, bu eko, bio mahsulot hisoblanadi. Tayyorginani olasiz, shunda suvga qo'shasiz, ichib olasiz. Bu eng zo'r kisheshnikni davolaydigan kletchatka. Immunitetni ko'taradigan kletchatkalarimiz bor. Mana vitamin bilan immunitet plus hisoblanadi. Bu bizda mana ichayotgan vitaminlarimiz organizmimizga so'rilmagandan immunitetimiz tushib ketadi. Holsizlik kuzatiladi, organizmda kuchli bosh aylanishi, charchoq, tirnoqlar mo'rtlashi, sochlar to'kilishi, yurganda hansirash, uzoq yo'lga yura olmaslik, xullas kalom nimaiki bizada organizmimizga, sog'lig'imizga zarar berayotgan bo'lsa, hamma narsani davolash uchun mana bu kletchatkalarni ichsanglar, juda ham zo'r effektni olasizlar. Va yana sog'liqqa yana bir foydali beradigan yana bir kletchatkamiz bor. Bu chernika bor buning ichida. Mana bu olmali, misol uchun organizmingizga qarab olaverasizlar. Sizga nima yoqadi? Ta'mi, mazasi, shularni qarab olaverasizlar. Mana misol uchun men bunda ko'proq C vitamini bor.
vitaminlar ko'proq mana bu kletchatkada. Eng asosiysi bu kishechnikni hammasi ham kishechnikni zo'r tozalaydi. Balans ratsion pitaniya bo'ladi bu sizga. Chunki agar ratsioningizda, pitaniyangizda kletchatka yetarli bo'lmasa, bu sizni hamma yeyotgan go'shtli ovqatingiz, молочный ovqatingiz bo'lishi mumkin, mahsulotlaringiz bo'lishi mumkin yoki ana bizga organizmimizga foydali deb turib biz qimmat baliqlar olib yeymiz. Hech qaysisi organizmga vitaminlari so'rilmaydi. Birinchi o'rinda ichaklar tozalanib, ichaklar tozalanganda surgidori bilan tozalanish emas, mana kletchatkalar bilan yetarli miqdorda suv ichib, haqiqiy ichak tozalanish. Ya'ni 12 barmoqdan boshlab yo'g'on ichak, ingichka ichak, polni hamma narsani tozalab, undan keyin biror bir go'shtli ovqat, baliqli ovqat yoki sut mahsulotlari, tvorog, brinza, sir, shunga o'xshagan mahsulotlarni yesanglar, o'shandagina sizga o'sha mahsulotni foydali ingredientlari organizmingizga so'riladi. Ungacha siz agar ichagingizda yallig'lanish bo'lsa, qabziyat bo'lsa, ichakda zapor, ichakka dam bo'lishi, ichakda shamollash, shunga o'xshagan muammolar bo'lsa, siz nima vitamin ichsangiz ham, nima yaxshi ovqatlar yesangiz ham, go'shtli ovqatlar yesangiz, nima yesangiz ham bu so'rilmaydi. Hamma narsa ichagimizga bog'liq. Ichaklarni yaxshilab tozalaymiz, ichakka kletchatka yetkazib beramiz va undan keyin vitaminlar olib ichamiz. Yuzlar xiralashishi, yuzga dog' tushishi, yuzlarga o'g'rilar chiqishi, bu kletchatka 5 yoshdan boshlab mumkin. Ayniqsa bolalarning injiqligi, qurtlarning ko'payib ketishi, nima deydi, xullas organizmida nima yetishmasa, hamma narsani joyiga, balansini joyiga qo'yish uchun avvalambor ichaklarni sog'lomlashtirish kerak. Sog'liq avval ichaklardan boshlanadi. Zakaz berishinglar mumkin. Bu kletchatkalarning hammasi почти bir xil narsa. Faqat buni farqi buni ichidagi mahsulotlarida. Sizga misol uchun olmaligi kerak bo'lishi mumkin yoki mana bu xantalli, imbir bor. Immunitetni yana ham ko'tarish uchun imbirligini olishingiz mumkin. Yo bo'lmasa, yo'q, men kishechniklarim yaxshiroq, ichaklarim yaxshiroq tozalayman desa, men bunisini probiotigi ham bor ichida. Bunisini sinab ko'rishingiz mumkin.